10. Bab. Hazreti İsa u yerden ayrılıp, Yahudiya ülkesini besip ötüp, İordan deryasının o qitidiki rayonlarga badi. Onun etrafıga yana top odam yığılgan idi. O köpçülükке her qitimqidek ta'lim berishga başladı. Hazreti İsa'nın yeniga kelgan ba'zi parisilar uningga tuzaq qurish maqsadida bir odamning ayolini taloq qilishi Tavrat qonuniga uygunmi deb so'rdi. Musa payg'ambar sizlarga nemi deb buyurgan dedi Hazreti İsa. Musa payg'ambar Allahning ayolini bir parcha taloq eti yezibla taloq qilishiga ruxsat qilgan deyishdi ular. Hazreti İsa ularga tersalığınlardan Musa payg'ambar bu buyruqni yozgan. Xudo olamni yaratganda insonlarni er ve ayol qilib yaratdi. Bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib, bir tan bo'lishi ana shu sababdandir. Shundaq ekan, ayol ayrim ikki tan bo'lmasdan bir tandir. Shuning uchun Xudo qo'shganni inson ayirmasin, dedi. Ular uyga kirgandan keyin shogirdlari bu haqda Hazreti İsa'dan yana so'rdi. Hazreti İsa ularga ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Eridan ajrashib, boshqa erga tekkan ayolmi zina qilgan bo'ladi, dedi. Qo'lini tekizib baxtilsin deb, kishilar kichik bolalarni Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Biroq shogirdlar ularni aybladi. Buni ko'rgan Hazreti İsa xafa bo'lib shogirdlarga "Balalar oldimga kelsin. Ularni to'smanglar. Chunki Xudoning podshohligiga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir. Bilib qo'yinglarki, kim Xudoning podshohligini sabiy balalardek qabul qilmasa, uningga hargiz kirolmaydi", dedi. Shuning bilan u balalarni quchog'iga elib, ularga qo'llarini tekkizib baxt tiladi. Hazreti İsa safarga chiqish oldida bir kishi yugurib kelib uning oldiga tiz bukib, "Hey, yaxshi ustoz, mangulik hayotga erishish uchun qanday qilishim kerak?" deb so'rdi. Hazreti İsa uningga, "Meni nemishqa yaxshi deysiz? Yegona Xudodan boshqa yaxshi yo'q. Siz Tavratda buyurilgan qotillik qilma, zina qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, boshqalarni qoqti so'qti qilma, ota-onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling", dedi. "Ustoz, bularga kichigidan tortib amal qilib kelyapman", dedi hilqi odam. Hazreti İsa uningga mehribonlik bilan qarab, "Sizda qilishga tegishli yana bir ish kam. Berib, bütün mol mulkingizni setib, pulini kambag'allarga bering. Shunda qilsangiz, arishda g'aziningiz bo'ladi. Ondan kelib, menga ergishing", dedi. Bu so'zni anglash bilanla bu odamning chiroyi o'zgarib, qayg'u ichida u yerdan ketib qoldi. Chunki uning mol dunyosi nihoyat ko'p edi. Hazreti İsa o'pchirsa ko'z yugurtib chiqqandan keyin shogirdlarga, "Mol dunyosi ko'plarning Xudoning podshohligiga kirishi nima degan tasa", dedi. Shogirdlar uning so'zlariga hayron bo'lishdi. Lekin Hazreti İsa ularga yana, "Bolalarim, Xudoning podshohligiga kirish nima degan tasa? Boylarning Xudoning podshohligiga kirishi to'gining yengni to'shigidan o'tishidanmi tasa ekan", dedi. Shogirdlar texmu hayron bo'lishib, bir-biridan, "Undaqda kim qutqizishga erishalaydi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga qarab, "Bu insonlarning qo'lidan emas, Xudoning qo'lidan keladigan ishdir. Chunki Xudo hammaga qodirdir", dedi. "Mana, biz hammani tashlab sizga agashdik. Sizcha biz qutqizilamdik", dedi Petrus kayindilla. "Bilib qo'yinglarki, meni va xushxabarni deb uyi, oq-fuqlari, ocha-singillari, ota-onasi, bola chaqilari yoki yer zimlardan voz kechganlarning hammasi bu dunyoda ziyonkashlikka uchrash bilan birga
yüz həslәп öy, ak ufqa, acı singil, ana, balı çaqa və yer ziminlağa erişidu. Kiradigan dunyodamu мәңгүлік hayatqa erişidu. Lekin şu çağda nurgun oldingi qatadikilar oxirqilar bo'ladi. Nurgun oxirqilar oldingi qatorga chiqidi, dedi Hazreti Aysa. Ular Yerusalimga bordigan yo'lda edi. Hazreti Aysa hammaning oldi ketyotdi. Shogirdlari uning xatar yuz berish mumkinchiligi bo'lgan u sharga oldirab manganligidan hayron edi. Ularga agashganlarmi qo'rqinch ichida ketyotdi. Hazreti Aysa 12 shogirdini yana bir chatga tortib, ularga o'z beshiga keldiganlarni uqtirib, "Mana, biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. İnson o'g'li oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlariga topshirildi. Ular uni o'lim jazosiga mahkum qilib, Rimliklarga topshirib berdi. Rimliklar uni masxara qiladi, yuziga tukirdi, uni qamchilaydi va o'ltirdi. Lekin u 3 kundan keyin qaytib tirildi", dedi. Zebeyi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna Hazreti Aysa'nın oldiga kelib, "Ustoz, bizning bir talbimiz bor edi. O'rinda berishingizni o'tinimiz", deyishdi. "Sizlarga nima qilib berishimni talab qilsizlar?" deb so'radi Hazreti Aysa. "Siz shon sharafga erishganingizda birimizni o'ng yeningizda, birimizni sol yeningizda o'tirg'izg'aysiz", deyishdi ular. "Sizlar nima talab qilganlarni bilmayapsizlar", dedi Hazreti Aysa. "Men ichidigan azob qadigini va men qabul qildigan cho'mildirishni sizlarmi qabul qila olamsizlar?" "Qabul qila olamiz", deyishdi ular. Hazreti Aysa ularga, "Sizlar haqiqatanmi mening azob qadigimga va cho'mildirishimga o'rtaq bo'lasizlar. Biroq o'ng yoki sol yenimda o'ldirishinglarga ruxsat qilish mening ixtiyorimda emas. Bu o'rinlar kimlarga tayyorlangan bo'lsa, shular o'ltirdi", dedi. Buningdan xabar topgan boshqa 10 shogird Yakup bilan Yuhannaga xafa bo'lishga boshladi. Hazreti Aysa ularni yeniga chaqirib mundaq dedi: "Sizlarga ma'lum, bu dunyodagi hukmron deb qaralganlar qo'l ostidagi xalq ustidan rahimsizlik bilan hokimiyat yurgizdi. Amrlari ularni qattiq qo'lliq bilan idora qiladi. Biroq sizlarning oranglarda bundaq ish bo'lmasin. Sizlardan kim martabalik bo'lishni xohlasa, u qog'onlarga xizmat qilsin. Kim birinchi bo'lishni xohlasa, u hamma odamning quli bo'lsin. Chunki inson o'g'limi boshqalarni o'ziga xizmat qildirg'ili emas, boshqalarga xizmat qilg'ili va jinni pido qilish badiliga nurg'un odamlarni gunohdan ozod qilg'ili keldi." Keyin ular Erixa shahriga keldi. Hazreti Aysa shogirdlari va nurg'un xaloyiq bilan birga Erixadan qaytgan vaqtda Timayning Bartimay ismli qarg'u o'g'li yo'l bo'yida o'tirib tilanchilik qilyotdi. U Nasiralik Aysaning u yerda ekanligini anglab, "Hey podsho Davudning avlodi Aysa, menga rahim qilg'aysiz", deb tovlashga boshladi. Nurg'un odamlar uni ayblab, unini chiqamasligini aytdi. Lekin u, "Hey podsho Davudning avlodi, rahim qilg'aysiz", deb texmi qattiq tovuldi. Hazreti Aysa qadamini to'xtatib, "Uni chaqiringlar", dedi. Chaqirg'ili bog'anlar qarg'uga, "Qo'rqma, o'rningdan tur, u seni chaqiryotidi", deyishdi. U odam chopini silib tashlab, o'rnidan dast turib, Hazreti Aysoning oldiga keldi. Hazreti Ayso uningdan, "Mendan nima talab qilasan?" deb so'radi. Qarg'u, "Ustoz, ko'zimning ichishini talab qilaman", dedi. Hazreti Ayso, "Qaytsang bo'ladi. Menga bog'ilgan ishonching seni saqaytdi", dedi. U odamning ko'zi shu an ichildi. Shuning bilan u odam yo'l bo'yi Hazreti Aysoga ergishib mangdi.